Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Hozir oxirgi qo'ygan istoriyamni ko'rsanglar, Anvar Abdullayev, oktagon chempioni, mashina podarka qilishgan edi. Sal xursand bo'lgan edim. Men yaxshi mana podarka qilgan odamlar ham bor ekan-u, aldamaydiganlar dedim. Yo'q, ashi eski priyomlar mana aldabdi. O'zining nomiga kredit qilib berib 8-9 milliondan oyiga pul to'lab yurib ekan bechara bola. U sportsmen, qayerda boruncha pulini hayronman. Hamma o'zi sotib to'layapman deyapti mana. Bular asha $15,000 jentira sovg'a qilgan bo'lsa, shu $15,000 hurmatni oldi mashina podarka qilindi degan. Bu yerda bu bola xor bo'lyapti. O'rtaga chiqib, kameraga chiqib, biz hali ekka boramiz, men 50,000 tikaman, 100,000 tikaman, Tailand mendan, u mendan, bu mendan deb ochkoni ishlashyapti o'rtada. Oxiriga surishtirsanglar, bunaqa kashasi chiqyapti. Bular ish bitguncha sal kallani ishlatdinglar, yangi chiqib turganlar. Ishi bitguncha o'zlari sal ekranga ko'rinib tanilib oladi, keyin xohlaganini qiladi. Boshqa sportsmenga o'tib ketadi. Yangi chiqib turgan, anosal unday mediasi zo'r, ekranda zo'r chiqqan sportsmenlarga o'tib ketadi, sizlar qolaverasizlar yana. Mana yangi qaytdi yo'q, bir anaqalar chiqyapti, Anvar hozir yo'q bo'lib ketdi. Mashinaning kreditini uzish bilan ovora. Bu yog'iga ham shuna bo'ladi. Bu pulga biznesmenlar qachon 100 ta odamdan bittasi qilishi mumkin. Qanday? Rostdan fanat bo'lib, qiynalganini ko'rib turib, addu shu Xudodan qo'rqadigan odam sal yordam qilishi mumkin. Qolgani hammasi taniladi, nomini ko'taradi-da, shu bilan yo'q, haydaydi, qo'ylarni haydab ketadi. Sizlar qolaverasizlar yana. Qayerga chaqirsa, likka deb borasizlar, nima qilsa, uni qilasizlar, buni qilasizlar, ey. Shuncha puli bor odam kallali bo'ladi. Shu biz o'zimni ham qo'shaman, sportsmenlar kallamiz ishlamaydi xolos. Sal kallani ishladinglar bundan buyog'iga. Hammasi ekranda u qilaman, bu qilaman deydi. Borib nagli gaplashinglar, siz bilgan, men bilgan odam emas bular, hech qaysinisi. Ko'zlaringizni ochinglar. Shunchalik qiynalganlarga xalqqa yordam beramiz, sportsmenlarga yordam beramiz. U bu deyapti. Borib bir gaplashib ko'ringlar. Qiynalgan odamni tushun, nagli olib borib, mana odam qiynalgan, uyi yo'q, joyi yo'q, yashagani, yegani, ichgani narsasi yo'q yoki mana sportsmenni mana nima qilish kerak? Bitta bo'yiga 5-6 ming chiqim ketadi. Shuni qilish kerak deb so'rab ko'ringlarchi, bitta bo'yiga podgotovkasiga yoki qiynalganga shunday hech qanaqa bez reklama, hech narsasiz pulni berami ekan? Qiynalgan odamni video qilib rostdan ham qo'yiladi. Mayli, u bir tomondan boshqalarga o'rnak bo'lsin deb ham qo'yilar. Bir tomondan o'zini ko'rsatib qo'yilar. Bu ikkita uchta yo'li bor. Lekin sportsmenlarga shuni cho'ntagdan indamasdan reklama qilmasdan, istoriya qilmasdan shunday berib yoradigan odam kam. Kam. Shunday berib yorib tayyorgarligingga mana hamma yo'g'ingga deb turib, o'zini ko'rsatmaydigan odam kam. Pul berdimi, istoriyada o'zi chiqish kerak. Akajonim, rahmat sizga, sog' bo'ling, bizni podeshya qildingiz deb doim aytib turish kerak. Bitta aytmagin, muzrayib olishib, qaytib gapirmay qo'yishadi, rahmat. Hozir ana internetda hammaga yordam berib, zborlarga jo'nataman, mashina podarka qilaman, uni bu yutsa 10 ming beraman, 100 ming beraman deb turganlar. Meni eshitib turgan bo'lsanglar, hammanglar bilasizlar, taniysizlar. Kelinglar, men sizlarga shunaqa qiynalgan bolalarni, shunaqa sportsmenlar chiqalmayib turganlar sizlarga to'g'ri beraman. Qani bir kelib turib shunday oddiy hech narsa qilmasdan bir yordam berib ketinglarchi, men sizlarni o'zim qo'yaman. Mana aka, mana hafta deb qo'yaman. $100, $200, $500 beradi. Buni o'zimiz ham bera olamiz bunaqa pullarni. Kelinglar bir normalniy podarka qilib, normalniy zborlarga qilib, bir UFCga chiqqancha yoki normalniy joyga o'zini tiklab olguncha bir podeshya qilinglarchi. Bormi mana erkak o'zicha buni men sindiraman, uni men sindiraman, narx bilan buni men qilaman, bormi pul tikadigan deyap turadilar. Bormi qarashadigan? Kelinglar mana o ekranda yurganlar. Men sizlarga to'g'ri beraman shunaqa bolalarni. Meni o'zimga qilmanglar, menda Xudoga shukr yetarli. Shunaqalar bor. To'g'ri beraman. Qani bir erkak bo'lib qilinglarchi, o'zlaringizni ko'rsata olmasdan.